Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushoklarga xayrlik bo'lsin. Python dastlabki seviye programlash darsining 3-chi qismiga menga xush kelinglar. Ko'rayotganinglardek, oldingi haftada, ya'ni 2-chi qism darsimizda Windows va Alma kompyuterlarga Pythonni qachilashni, ya'ni Python muhitini hazırlashni ko'rib chiqqan. Hamda biz bugungi darsimizda bundan keyin o'rganmoqchi bo'lgan Python kodlarini, buyruqlarni tahrirlashimizga va ijro qilishimizga nihoyat qulaylik yaratilgan bir kod tahrirlashni qachilaymiz. Undan keyin tunji kodimizni biz birlikda ijro qilib ko'rib chiqamiz. Undan so'ng biz Google'ga kirib, bu yerga JetBrains deb yozgandan keyin qarasanglar, bu shirkatningki chiqargan kod tahrirlashni ishlatamiz. Birinchi ulanmani ochamiz. Ochgandan keyin bu yerda Tools tab bor. Bu yerdan PyCharmni ochamiz. PyCharm ochgandan keyin bu yerda Download tab bor. Buni bosgandan keyin qarasanglar, bu yerda ikki xil nusxasi bor ekan. Ya'ni bu yerdagi Windowsning ikki xil nusxasi bor ekan. Bu yerda Mac'ning shu, anan Linux'ning shu. Ma'lum birisi bir oy yaxshi ishlatalaysa, undan keyin pul to'lab ishlatsa, bu yuqori darajali programlarga, undan boshqa HTML, JS, undan keyin SQL mushularni qo'llaydiganligini aytibdi. Ammo siz qarasanglar, faqat Python, undan keyin haqsiz va ochiq kodliq debdi. Shunga biz hozir sistemamizning o'zi Windows bo'lganligi uchun bevosita bu yerga downloadni bosib tushiramiz. Qarasanglar, mana üstel üstüge tushirib qilsak bo'ldi. Tushirib, ba'zi tushiryotdi. Tushirish jarayonida bu yerda Free Download Manager deb yana bir detal bor. Alma va Windowsning haqsiz. Buni tushirib, boshqa tushirish va shunga munosabatlik tushiradigan ishlarga ishlasanglar bo'ldi. Ko'rayotganingdek PyCharm tushib bo'ldi. Ikki holatda. Buni qo'shib ochgandan keyin kompyuterimizga qachilaymiz. Qachilaydigan o'rin shu. Bevosita qachisak bo'ldi va yoki xohlasangiz o'zgartirsanglar bo'ldi. Undan keyin kompyuterimga 64 bit bo'lsa, bu yerga 64 bit tanlayotgandan keyin hammaga to'g'ri belgisini qo'yib, keyin qadam olmoqchisak bo'ldi. Ko'rayotganinglardek üstel üstüge tushdi mana. Buni tanlab oxirlashtirsanglar, kompyuter qayta qo'shildi. Buni tanlab oxirlashtirsanglar, qo'zg'almasdan bevosita oxirlashadi. Men shunlashqa oxirlashtirdim bu shaklda. Qarasanglar, qachilib bo'ldi. Endi biz buni ochaylik. Mana shaklda qarasanglar, import PyCharm setting from debdi. Ya'ni ilgari ishlatgan bo'lsanglar, mush PyCharmniki ba'zi tangshaklarini bevosita ustidagini tanlab turib, ejitsanglar bo'ldi. Men yangi qachilarlik uchun ma'ni tanlab, okeyni bosma. Undan keyin buniki uslubini tanlaysiz. Masalan, mavi holatda bo'ladi yoki qora holatda bo'ladi. Men mavi qora holatni tanladim, men undan keyin buni bosdim. Bosgandan keyin mana shaklda ochildi. Qarasanglar, bu yerda create new project, ya'ni yangidan bir tur qur deydi. Bu yerda open deydi, ya'ni ilgari qurgan turni bevosita ochilgan o'rin mavi. Biz ilgari qurmaganligimiz uchun bevosita buni ochamiz va bunga nega saqlaydiganligini belgilab beramiz. Masalan, ma kompyuterimiz bundan keyin desktop tanlagandan keyin bu yerga 3-chi darsga yozaylik. Qarasanglar, menga 3-chi darsda bir tal hujjat qisqish qurildi. Okeyni bosdik. Create dedik. Tunji qadam ichilgan vaqtda biroz ta'sir ichildi. Undan keyin close'ni bosgandan keyin qarasanglar, mana shaklda bir ko'znak ichildi. Biz tunji qadamda bir kod yozilgan, kod tahrirlaydigan o'rinni ichib ko'rib baqaylik. Qarasanglar, 3-chi darsda biz qurdik emasmi bu? Aşağı kelib, mouse'ni ko'rmasini bosgandan keyin bu yerda new deb chiqdi. Bu yerdan Python file. Buni ochgandan keyin bu yerga ism qo'yamiz. Bu nima ism degan vaqtda, shu siz kod yozib saqlagan vaqtda shu ism bo'yicha saqlanadi. Birazdan ko'rsam, masalan, sinoq deb yozaylik. Undan keyin enterni bosgandan keyin qarasanglar, bu yerda sinoq chekit py holatda bo'ldi.
Yani biz bunu içip görüp bakayla açsak, mana meyak saqlandı degan gap. Mesela ma'lum bir kodni yazayotgan bo'lsanglar, ma'lum bir narsani shuni saqlab qo'yib turib, keyin ochgan vaqtda bevosita yana shuni ichib davomlashtirsanglar bo'ldi. Ya'ni saqlangan o'rinni shu demoqchi. Bundan sonra biz meyaga buniki bir qulaylik tarafini ko'rib bakayla. Qaranglar, undan sonra biz oldi bilan nihoyat oddiy bo'lgan bir Hello World chiqarib bakayla. Biz darsimizning tungi soatida boshqa tillar bilan shu selishtirma qilgan vaqtda Python'ninki Hello World'ni chiqarish uchun faqat bir kod yozganligimizni ko'rib chiqqandik, shuni yozib bakayla. Mesela bu PyCharm sınavda ilgili o'zininki tahlilchi yozib bakayla. Qaranglar. Print yozdik. Hello World deb yozdik. Uniki ijro qilgandan keyin qaranglar, mana shaklda chiqdi. Biz ma'lumotlarni hammani bir-birlab yozdik. Hamda ma'noni yozib tunab bakayla. Qaranglar, masalan, ma'noda PHP yozib bo'lgandan keyin munosabatli ham narsa chiqdi. Masalan, printni tanlab, bo'shliq va yoki tabni bossak bo'ldi. Bo'shliqni bosdim. Undan keyin qaranglar, meyaga kirib, qaranglar bu shaklda hamda biz buni ijro qilib ko'rib bakayla. Mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin meyada Ctrl Shift F10 meyada run deb turdi, mana sinoq. Va yoki meyaga kelib, mayani bossam bo'ldi. Men buni bosgandan keyin mana shaklda shu sinoqni ijro qilamiz degan gap. Buni bosgandan keyin mana meyada ijro bo'ldi. Undan sonra biz yana qaraydigan bo'lsak, print deb yozdik, bo'shliq, tirnoqdan biz avtomatik chiqarib berdi. Undan keyin qo'shib ishlataylik. Qaranglar. I am Uyghur. Bundan keyin yana mayan besish orqali ijro qila oldik. Mana ijro bo'ldi, mana I am Uyghur. Endi yana qaraydigan bo'lsak, boshqa bir narsa sinab bakayla. Zatiz bakayla. Buni ijro qildirib bo'ldik, normal bir shaklda ijro qildi. Endi biz bu kodlarimizni boshqalar ijro qilishdan ilgari shu kodlarning asli tahrirlash rayonidagi holatini tushunalish uchun, bilalish uchun bir izoh qo'yib bakayla. Masalan, mana xat balkim sizlarda mana shaklda chiqmasi mumkin. Qarasanglar, men Uyg'ur xatning chiroyligligiga balkim xatlar sizlarda tunji qadam bu shaklda chiqmasi mumkin. Biz buni tanishishni ko'rib chiqamiz. Tanishishdan ilgari darsimizniki ilgariga qarasanglar 114 xil Uyg'ur xat nusxalari deb chiqdi. Buni ichib, tushirib, munosabatlik mashg'ulotni qilish orqali kompyuterga qashlaymiz. Qashlab bo'lgandan keyin qarasanglar, fayl kirib, meyadan settings kiramiz, ya'ni Ctrl Alt S. Buni ochgandan keyin meyadan motor belgisini elitimiz, elitgandan keyin butun fontlar ko'rinadi. Meyadan alt ekranda men tanlamoqchi. Mana tanladim. Shundan keyin meyada shu kod rayonidagi kod tahrirlash rayonidagi xatning cho'ngichlikni mana shaklda belgilaymiz. Qaranglar, 15 deyli. Undan keyin men oraliqni meyadan belgilaymiz. Undan keyin apply'ni bossam, ok'ni bosgandan keyin men xat mana shaklda chiroyli chiqdi degan gap. Endi bevosita meya orqali ijro qilsak bo'ladi. Balkim ba'zanlarda ijro bo'lmasligi mumkin. Ijro bo'lmay qolib qolsa, meyadan edit configurations deganni bosgandan keyin qarasanglar, meyada mana rayon shu. Bu yerda 3-8 deb tanlanish kerak. Agar tanlanma quruq bo'lgan bo'lsa, ijro bo'lmaydi. Buni o'zi Python bilan PyCharmning bir-biriga munosabat, ya'ni aloqa bog'lamoqligini ko'rsatadi. Shuningdek, meyani 3-8 deb tanlatish kerak. Agar meyadan tanlay chiqmagan bo'lsa, yana o'xshash shaklda settings kirib, bu yerdan buni kichiklataylik. Maya kirimiz, maya kirib, bundan keyin mayani besib, mayani bossanglar, qaranglar. Mana mayani bosgandan keyin shu Pythonning o'rnini ko'rsatib turgan o'rin chiqdi. Masalan, mana bossak, shu Python nada bo'lsa, ashiyatni tepib, x holatdagi eng oxirdagi mana x-ni ko'ramiz. Shu x-ni ko'rsatib bosanglar bo'ldi. Shundan keyin ok'ni bositimiz va o'xshash shaklda ijro bo'ldi degan. Endi ma'noning o'zini ijro bo'lgan ko'znakni o'ng tarafga olsak, sizlarga taxmin qulaylik bo'lishi mumkin. Mayaga kelib, mouse o'ng knopkasini bosgandan keyin move to deganni besib, qaranglar, mana olsak, mana
Matrepten koordinatsiyalar, matrepten icra bulup mağnu degan gap. Bu şekilde buldu. Ondan yana davamlaştırıp bakalım. Print deb yazgandan keyin qaranglar. 100 ko'paytirilgan 30 deb ijro qilaylik. Mana 3000 deb ijro bo'lib mana natija hisoblab bu şekilde chiqiladi. Endi biz buni saqlaylik. Kelar qatimda tafsiliy ko'rish uchun, saqlash uchun mayani bosamiz yoki Ctrl S. Ctrl S bosgandan keyin biz eng boshda ko'rsatgan o'ringa saqlaydi. Hamda boshqa o'ringa saqlamoqchi bo'lsanglar, bu yerdan Save As'ni besib, bu yerdan belgilash orqali saqlasanglar bo'ldi. Unda bo'lsa buni bu şekilde chiqaraylik. Buni o'chirdik. Undan keyin biz bugungi darsimiz PyCharmni qachilgan bo'ldi. Undan keyin kelar soatgacha hammanglar shu konuk taxtasidagi ifoda va belgilarning o'rnini o'rganib olgach tursanglar, kelar soatda rasmiy darsga kirib ketamiz. Undaqda bularni tushiramizlar yoki telefonini ko'ramizlar, shu şekilde ko'rsanglar bo'ldi. Tushirish adresimi mazkur videoning ostida bor. Şu şekilde tushirib foydalansanglar bo'ldi. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.